Uni ocholdingmi? Buni qanday uddalading? Men emas, bu seni tashqariga chiqargan hamrohlaringdan biri edi. Qat tushundim. Shunchaki o'girilib ketyapsanmi? Kechirasan. Avvalo safning bir yigit bilan hisob-kitob qilishim kerak. Keyin esa shaxsan o'zim senga rahmat aytaman. Kimni izlayotganingni bilmayman, lekin hozir undan ham boshqaroq ish chiqdi. Yaxshisi avval men bilan yur, yoki hech bo'lmasa qo'lingdagini qayt.